Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrdonlar, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlarimiz. 2026-yilda ham yana tunakafon ishlarimizni qilishda davom etyapmiz. Hozir yana bir xonadonimizga kelganmiz. 6-tumani Qayirma degan joyda yana bir xonadonimiz tunakafon ishini yakunlamoqdamiz. Pashti tugadi, xudo xolasa. Sizlarga hozir qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Xonadonimizga 035 listimizdan ishlatganmiz. Oq tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Hozirgi kunda 2026-yilda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Faqat xarajati ichida deganda o'rtaga darvozaxonaga kosmos qo'ysak, kosmosimiz alohida bo'ladi. U alohida summa va tarnov qo'yadigan bo'lsak, tarnov vodostoykasi bilan unisi alohida metrga yuradi. Ulardan tashqari hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Sizlarga hozir qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar, kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlarga yangi ishlarimizni qo'yib boramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, masofani farqi yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qayirma degan joyimizdagi xonadonimizni tunakafon ishi o'z nihoyasiga yetgan. Bu xonadonimizga ofshi hisobda kvadratiga 229 kvadrat tunak ishlatganmiz. Video davomida nech pulga bitganini hammasini sizlarga ko'rsatib, qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bu xonadonimizni ko'cha tomoni, bu narigi burchakdan aylanasiga P o'stirma shapkasini o'zi 35 sm, 10 metr uzunligi bo'ladi. Ichkari tomonimiz 340 ga 360 santimetrlik shunaqa holatda qilib berganmiz. O'rtaga bitta oyna rombimizdan o'rnatib berganmiz. Bu tarafimiz 90 santimetrlik joyimiz, eniga 90 santimetr, uzunligi 7,5 metr joyimiz shunaqa fasonda bo'lgan. Bu joyimizga 229 kvadratda ichida bu joyimiz ham kirib ketadi. Va ichkari tomonga kirganimizda darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamizni uzunligi 16,5 metr, 1650 santimetrlik darvozaxonamiz, eniga 360 santimetrlik darvozaxonamiz. Bu ham kvadratimizni ichiga kirib ketadi. Shunaqa holatda, chiroyli holatda qilib berganmiz. Va ikkita kosmos o'rnatib berganmiz. 180 santimetrlik kosmosimizdan bu xonadonimizda. Ichkari o'stirma shapkalarimiz ham bor. Ichkari o'stirma shapkalarimiz va koroblar qilib berganmiz. Xudo xolasa ozgina joyi qolgan. Bu ichkari tomonimizni o'stirmamizni bu chekkadan boshlanishi narigi chekkagacha 19,5 metr, o'rnidan 120 santimetrlik o'stirma shapkamiz. Va narigi tomonimizda bor. Narigi tomonimiz 15,50 santimetrlik o'stirma shapkamiz bor. Bu chekkamizdan narigi chekkagacha 90 santimetrlik, 15,5 metrlik o'stirma shapkamiz. Meyda shunaqa peripat joyimiz bor. Va koroblari ham ichiga kirib ketadi. Narigi tomonda ham 12 santimetr, 15 santimetrlik tay tomoniga korob bo'lgan. Hammasi bo'lib 229 kvadrat tunak ishlatganmiz va ikkita kosmos qo'yib berganmiz. Bu xonadonimizga 035 listimizdan ishlatganmiz. Oq tilla ranglarimizdan, faqat oq tilla ishlangan xolos bu joyimizga. Jami bo'lib 33 million 900 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 33 million 900 mingning ichida buning ichida kosmosimiz bor, ikkita kosmosimiz. Bu joyimizga tarnov o'rnatganmiz. Tarnovning ham puli bor va bu koroblarning ichida hammasi bo'lib 33 million 900 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz 035 listimizda bo'lgan. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Jami xarajati ichida deganda xuddi shu ko'rinishda bo'lsa, tarnov bo'lsa o'zi shu turishini xudo xolasa hamma yo'g'i ichida qilib beramiz.
oq ko'rinish turgan joyi bo'lsa, shuni hamma joyi, hamma yo'g'i ichida lesasi, usta haqqi, samarezi, dastavkasi, xullas sizdan bir mahal obed. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, masofani farqi yo'q. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda chiqamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kuzatib borsanglar, sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.